her iş gelirse bir xotunan boğan bolsa, nikah işini çok kılmagan, toy kılmagan bolsa, toy kılmay turup muşuna cinsi münasebet yani zina işini kılgan bolsa, o çağda 100 kamçıdan çok vuruş bu bir ceza. Hem de yeni bir ceza o kavo dese, yeni bir ceza oğurluk kılış, yeni bir ceza anladaki arak iç. Yani adamın aklı. Adamın aklını bulgaydıgan en kıymetli narsa, bu narsani bulgaydıgan her qanday bir iş hareketini ep bar ediken, bu narsa haram bo'lgan bo'ladi, uni qilib qolgan bo'lsa, uning jazosi nima qilish? 80 dar urish mesela aroq ichib qolsa, bu bo'lgan bo'ladi. Uchinchidan odamniki obro'y. Obro'y. Eng nima bu? Odamniki jini bilan o'xshash narsa. Yani bir odamniki obro'yni to'kadigan har qanday bir ishni qiladi ekan, u odam u ne bo'lgan bo'ladi? Bo'xton bo'lgan bo'ladi, gunoh kabir ishlagan bo'ladi. Yani bir odam shuna deb duamdi mesela, bir odam shu yerga kirib yeni bir adamın kışığa bu ya ki calatken, ya ki fahişvazken, ya ki oken, ya ki buken depti. Ama o iffet şuna numusluk yani fakiz bir kutunken, kız valiyken, o uçağın üzerinde benim bunda kalgan bolsa yerde şu adam, şu kız valinin ya oğul valinin ki calap ya fahişvaz diğerliğini aşını ispatlayalsa ispatladı. Bulmasa İslam dini boyunca onu mu ne kılımız onu mu cezalayımız? Onu mu cezalap İslam dinini kanunu boyunca bundakça kılımız. Şunun için bu bir adamın üstün gayvet şikayet kılış, bir adamını eyipleş, gayvetini kılış, bu çok bir aburluk takıldığı iş boğan diken, bu en kıymetli çok nerse aburuyma. Şunun için bu adamın gayvet şikayet çok kılışka katli nememez, dursemez. Şunu bir pasık bir adam, muşunda bir haberini ipkelse, hem de takva muttaki bir adam ipkelse o hemen nersini ankarıp bilalaydıgan, akkarı bilalaydıgan, tekşürüş ip paralaydıgan, onu bir kata tekşürüş ip verip onun neticesi ağan iş olsa o bu başka. Ama bir fasik, o fasik kavu özünün ağzı çıkan gifine kar yok, arak içtim o zina kıldım, namaz okudum kar yok, muşda bir adamdan, muşda bir haberini ip gelgen bolsa, siz ne emitsin bakıl deyip çok undak ketmey, onunki kanda haber ikenini tekşürüş çok ip verin la dedim. Bunu asasen biz çok aşındaki çok kılışımız gerek. Padan andakken, hukukun hainken, casusken ise ama bu şunda o şey deyip yügürüp verip unda kısak bu birisi inameti tökken bolumuz ikinciden nimkan bolumuz dese mene bu gayret şikayetke biz çok sebep çok kalgan bolumuz bunu dikkat kılışımız gerek. Yani biz okuyan avyantiki ayetniki nemesi de ya eyyühellezine amanu la yasar kavmin min kavmin. Ey müminler. Yani Allah Teala bu ayette yine mümin de hitap kılıyor. Ama mümin diye adam bunu nima qilish kerak? Quloq solish kerak. Ama ben mümin demese baylandı. Bu bunun demesi. Bo'lmaydi. Ey müminlar. Mesxir qilmasin bir qavm, men bir qavmni. Yani bir millat, bir xalq, men bir xalqni nima qilmasin, mesxirchi qilmasin deydi. Mesela xotellik, ya qashqarlik, ya bo'lmaydi, nemelik, turpallik, ya g'uljilik, ya aqso'lik deb bu yetik jutvazlık kılış arkalık palan yerlik diyen mandak, fukun yerlik diyen mandak, adep, undak işini çok kılmışsın deydi. Ne için? Asa yakunu hayran minhum. Evet ki kaşke aş kişiler yani mesxir kılınan kişiler aş yerlik mesxir kılan kişinin yakışıp kadışı çok mümkün. Biz bunu kılamayız, bunu bilamayız. Bu biz ayada ay andakken palan yerlik diyen mandak diyenimiz bilen şu yerlikten şu yerlik bizim netçe hesse yakışıp kadışçı mümkün. Biz bunu kılamayız, onu bilamayız. Ve la nisaun min nisain. Esa yakuna hayran minhunne. Ve yine ay Allah'ın nem kımısın, meskhar kımısın. Anda, o onun nemisi yok. O diyen falan yerlik, bunun işçi anda, bunun irmanda, bu falan yerlik, bunun ki nemisi yani pulu yok. Onu diyen turmuş töven. Bizim pulumuz yok. Ya bizim şu avruyu, harbimiz var. Ve hakaza dep ayallar öz otursa birisi kemsizdiğen, mesxir kılıdığan bunda işini çok kımısın deydi. Kımısın diyendeki bunda kıpkası kandak oldu demdi. Günah kan buldu. Yani günah kebire. Yani oğurluk kıldı, zina kıldı, arıkıştı, şunu da o şey bir günah kan buldu. Bunu ne kılışımız gerek biz? Dikkat çok kılışımız gerek. Bulup mu ayallarını otursa da muşu çetlerde turvatkan erler ve bulup mu ayallarının otursa da bu yerlikte ayallar birbirisi mesxir kılıdığan, kemsizdiğen muşta ahvallar naidi bekleyim o cık.
Bunu da biz nima qilishimiz kerak? Diqqat qilishimiz kerak. Buni qat'iy qilmasligimiz kerak. Allah Taala nima deydi? Bunda qilmasin deydi. Qilmasin deb turib, men mu'min deb turib biz agar uni qilib qolsak, nima bo'lgani bu? Asa yakunna khayrun minhunna. Aşu yalak mesxir qilgan, aşu nimalar? Mesxir qilingan aşu ayollar mesxir qiluvchi ayollardan yaxshi qilishi mumkin. Bu mumkin. Bizga palon yerlik, u degan u yerlik, deb unda qilib qolsak, aş mesxir qilgan aş yerliklar, aş yerlik ayollar bulardan yaxshi qilishi mumkin. Hozir bizniki yashayotgan bo'libmi shu chet elda yashayotgan mush ayollar jamda yashayotgan narsa bu nimani bildirdi? Mushunichi bildirdi. Bizga palon yerlik, u degan u yerlik, bizning nimamiz nima? Bizni palon yerlik chiqdi bizga ulug' adam. U degan aqanchi qismi palon yerdan, u degan mesela kavchi ya kaza. Bunlar deyish orqali masxir qilib qolsak, mana balkim shu odamlarniki, shu ayollar masxir qilgan ayollar masxir qiluvchi yaxshi qilishi mumkin. Amaliyat yaxshi. Chunki masxir qilgan odam bizning jamiyatda yashayotganlar qarab baqsak, hozir ko'pincha islomiy qiyofat, mushda yog'liq chigib yurgan, namoz o'qigan, Allohning amr farmonini qilgan, mushunday kishilarni, mushu yerlik qilmagan kishilar ayollar bo'lib qolsa, masxir qilish uchun bor. Ko'manda andoq gap shu deb yaratmaydigan, masxir qilgan qora qushqosh va hokazo deb mushunday qilgan ish uchun bor. Mana bu qilish orqali agarda rasmiy masxir qilib, ashni bilib masxir qilgan bo'lsa, mana bu ayollarniki iymonida nima bor degan gap bo'ladi, nuqson bor degan gap bo'ladi. Bu ayollarniki öğret joylarini yepish, bu İslam diniga nisbatan hozirgi nima bu? Shuar. Eğer de o andahken, mandahken, o mutaassib, o degan deyman xurafi, o degan ajilni oldida qilibdikan deb undan masxir qilsa, eğer bilib turib qolgan bo'lsa, bu iymonida bu odamning, bu ayolning chatig'i bor. Qancha namoz o'qib kelsin, men musulmon deb kelsin, u chiqadi degan gap. U chiqatganlikda bir odam ah bo'lsa, iymon va odamning iman yok dese qarib qolgan ish yo'q. Buni biz hozir bilmaymiz. O'lgandagi biladi. Wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum. Yana sizlar ba'zinglar nima qilmasin? Uni masxirchi qilmasin. Deydi. Aytlimsin. Uni aytmanglar sizlar nafsingni. Sen nefsini özün için eyiplemeli. Bu adam özünü eyiplemaydı. Yani bir adam, yeni bir adam eyiplesa hemimiz okşaş. Biz ötkenki dersimiz degandek hemimizniki ata anası nime Adem'den Havva. Hemimiz bir tukkan. Hemimiz nime bir Müslüman. El Müslüman ihvatun. Hemimiz bir yerlik. Hemimizniki takdir okşaş. Meni oturumuzda hemimizniki bağlap durduğun bu alaq olan çigiş nemisi favqulodda yuqur bo'lgan ekan, bu hammamiz o'xshashdak nima bo'lgan bo'ladi? Ishchi o'xshashdak bir odam bo'lgan bo'ladi. Agarda biz yana bir birodarimizni masxir qilib, uni mushundaq haqoratlab qilsak, bu ayni o'zimizni haqoratlagan bo'lamiz. Chunki u odam bilan biz o'xshash bir odam, o'xshash bir Uyg'ur, o'xshash bir musulmon, o'xshash bir mu'min. Ana bo'lgandan keyin biz uni haqoratlab, uni kamsitsak, o'zimizni shu qilgan bo'lamiz. Shunga payg'ambar alayhissalatu vassalam El-mu'mini lil-mu'mini kel-bunyani yashuddu ba'zu ma ba'd degan nima hadisi var. Mu'minliğe nisbeten bir bina o'xshaydi dedi. O'xshash bir odam deydi. Buning ba'zi nim qiladi, chingitadi. Chingitidan xususiyat egiga bunda o'ttirsin tabriq soladigan, bir-birini haqoratlaydigan, masxir qiladigan bunda ish kuchi bo'lmaydi deydi payg'ambar alayhisalom. Va la tanabazu bil alqab. Sizlar bir adamniki laqablari bilan nim qilmanglar uni, o kichirib unda haqoratlabchi, unda ishnichi qilmanglar. Ha deydi. Yani laqablari bilan qichirmanglar o adamni. Va la tanabazu bil alqab. Shu kishilarniki laqablari bilan qichirmanglar ki, hey paloni, hey o'g'ri, hey nima, yanchuqchi deb. Mesela o laqabning o'zi u adam nisbeten xorliq etkilagan bir laqam ekan. Ama tunishish shaklda bo'lgan bo'lsa, u boshqa. Ama shu deyish, shu so'zni deyish orqali u adam haqoratlangan, kamsitildi ekan. Bunda bir laqab bilan siz bunda ishlanuvchi bir-birisini nima qilmanglar, kichimanglar, deydi. Bilsal lismul fusuqu ba'dal iman. Ajabmi yaman, mushunda fosiq bir ism iman etgan ekan. Yani iman ekan.
Men mu'min deb tug'andan keyin men mu'min deydi bu odam. Hammamiz mu'min deydi. Mu'min degandan keyin mu'min hammasi o'xshash bo'ladi endi. Hammasi o'xshash bo'ladi deb insonlik yuzidan Alloh taolo mesela bir odamniki chiroyini bir xil, birisini semiz, birisini o'roq, birisini mesela qora, birisini oq, birisini ko'zini andoq, birisini ko'zini mandoq yoritib qo'ydigan ish jo'b bor bu. Bizi qo'limiz kelmaydi, u odamning qo'li kelmaydi ish. Endi buni deb aş adamni hey qarig'i, hey semiz deb uni kamsitish orqali bundaq qilib qolgan bo'lsak, biz uçağın o'zida cho'ng bir xatolik o'tkazgan bo'lamiz. Ham Alloh taoloniki qilgan o'ziniki ish bo'lgandan keyin biz uni iymonimiz bo'lgandan keyin iymonimiz bordan keyin ashunda qilsak nima degan xato ish bu? Mujna ishchi bo'lamdi. Ajab yomon ish ism bu deydi. Ashunda xato laqab, ashunda kamsitadigan, ashunda laqabni deyish orqali bir odamni azor berish, uni kamsitish, ashunda qilgan o'zi mana bu iymondagi, ya'ni mu'min bo'lgan odamga nima degan bu yarashmagan bir ish deb Alloh taolo uchun shunday deydi. Va man lam yatub fa ulaika humud zalimun. Kimiki tövbe qilmasa, ya'ni shu odam bir odam masxir qilib ketdi. Bir sorunda uqa qilmay, yoki bo'lmaydi, u odamni shunday ayblabdi. Yoki bo'lmaydi, u odamni shu nima qilish orqali shu laqabi orqali u odamni kamsib chiqib etdi. Chaqqandan keyin shunaqandan xatoligini o'qitdi. O'qib tövbe qilgan bo'lsa, Alloh taolo uning tövbesini o'tadi. Agarda tövbe qilmagan bo'lsa, Alloh taolo shunday deydiki, fa ulaika humud zalimun. Yani ash kishilar o'zi nima? Zolim. Zolim degan nima bo'ladi? Kofirdan o'xshash. Yani zolim bo'lgandan keyin, o'ziga zulm qilgan bo'lgandan keyin, o'ziga zulm qilgan bo'lgandan keyin buning oqibati nima bo'lgan bo'ladi? Do'zax kirish bo'ladi. Yani bir odam ashla g'aybat shikoyat qilib, aka andaqkan, mamandaqkan deb masxir qilib, uni haqoratlab mu'min birodarni mushundaq qilgan bo'lsa, men u kishi zolim bo'lgan bo'ladi. Zolim bo'lgandan keyin oqibati nima bo'lgan bo'ladi? Do'zaxga kirish bo'lgan bo'ladi. Shuna biz bunda g'aybat shikoyat va kazo ishlardan biz nima qilishimiz kerak? Diqqatli qilishimiz kerak. Deydi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin. Bugungi yani dersimizdeki programımızı ahire keldik. İnşallah kelerki dersimize inşallah yine görüşküle hakasları aman olsun.